أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli savoqdoshlar, bugungi dersimiz kitobimizningki 52. dersi harfu tavaqqu va harfal istifham. Yani bugungi dersda birisi şirketninki hazır zamanga yıqinlashganligini, mayli yuz bermagan bo'lsin, shu holatninki yıqinlashib davom qilganligini ifodalaydigan harfu tavaqqu. Yana birisi so'roq vositasini ifodalaydigan ikki harf bu. Shu ikki harfni so'zlaymiz 52-darsda. Endi harf tavaqquning harfi shu sizlar bizda davomli jumlalarimiz uchiradigan shu qat shu. Endi qatni odatda biz dastlab o'quvchilarga o'rgatgan vaqtida jazman cho'qim degan ma'nolarni o'rgatib qo'yamiz. Ammo aslida qatning ma'nosi jazman cho'qim degan ma'nosi qo'shimcha ma'no. Qo'shimcha ma'no. Aslida qatning ma'nosi shirkatning helila tamam bo'lganligini, agar musbat bo'lib qolsa, manfiy bo'lib qolsa, heligacha tamam bo'lmaganligini degandek. Odat manfilarning ustiga kirmaydi ko'pincha hollarda. Helila ishlarning yuz berganligini, o'tgan zamondagi mutlaq o'tgan zaman emas. Masalan, fa'ala desa, qildi degan bo'lsa, qad fa'ala desa, helila qildi, bo'ldi, itib bo'ldi degandek, helila yuz berganligini tamam bo'lganligini ifodalaydi. Abturdatda harfu tavaqqu qat. Yani tavaqqu harfi qat. U o'simi bir harf bo'lib, madi fe'lning ustiga kiradi. Shu madi fe'lni holga yaqinlashtirish uchun. Yani mushunda ifodalashda boshqa amal yo'q. Ammo biz Uyg'ur desak, shu ish harakatning shu hozirgi zamonga yaqinla yuz berib bo'lganligini esingda bo'lsin. Madiga kirdi degan gap, shirkat yuz berib bo'ldi degan gap. Holga yaqinlashtirish degan gap yaqin zamonda yuz berdi. Mushuni Uyg'ur tilida bo'ldi, itib bo'ldi. Masalan, men tamoq yeyotgan birisi kelib, tamoq yemdi desa, men yeb bo'ldim, helila yeb bo'ldim degandek bir ifoda. Masalan, qadrakemal amir desa, amir uloqqa qanaq bo'ldi, minib bo'ldi. Demak, tugdi uning ichi demakchimda hozir butunlay. Yaqingi zamonda taxa. Ya'ni hozirgi zamondan ilgari demakchi. Shu tufaylidan buni harfu taqrib deb qanaqlanadi, atiladi. Shunga pillada odatda shu qat kirgan bilan kirmaganning holatini nafiy shaklda bunday ifodalashga bo'ladi. Fa'alaninki nafiy shakli lam yaf'al. Qildi, qilmadi. Bu yerda shu o'tgan zamonlar mutlaq ifodalanadi. Yaqin zamonda yuz berdimi, uning oldida yuz berdimi, buning bilan munosabati yo'q. Qad fa'alanikini ma fa'ala yoki lamma yaf'al. Bo'ldi, ma fa'ala taqimmadi, lamma yaf'al taqimmadi. Mana shaklda farqlantirsak bo'ladi. Har holda qat kirgan fe'l madi garchi madi bo'lsa-mu, lekin hozirgi zamonga yaqin shaklda. Shunga chiqib odatda holat jumla fe'liya bo'lib, jumla fe'liya madi bilan ifodalangan vaqtida, madining oldiga qat kirish vojib deydigan bir gapimiz bor. Qat bekor kirmaydi, bu holat jumla. Lekin madi fe'l qo'llandi. Shu madi fe'lninki holat jumlada kelishining to'g'ri bo'lishi uchun cho'qim oldiga qat kelib, madi o'tgan zamonlar hukmininki hozirgi zaman hukmiga qanday qilish kerak, yiqilish kerak. Shu tufaylidan madi fe'l holat jumla olmoqchi bo'lsa, oldiga nima keladi? Qat keladi. Shunga olib turadi. Shunlashqa madi fe'lga vaqt chaplashib keladi. Nimishqa holat bo'lib tushishi to'g'ri bo'lsin, yoki holat bo'lib tushishga yarasin uchun deb man deb qo'ydi. Endi qat ba'zi vaqtda ta'kidlash uchun keladi. Dal ta'kidlash uchun kelgan vaqtda biz qatni tarjima qilayotgan jazman cho'qim degan ma'noni shu vaqtda qo'llanildi. Odatda qatning normal ma'nosi o'tgan zamonni hozirgi zamonga yaqinlashtirishni ifodalasa, ba'zi vaqtlarda jazman cho'qim degan ma'nosi qo'llanildi. Shu vaqtda biz o'quvchilar ko'pincha vaqtda bizdagi bir xatolik qatning ma'nosi nima bo'lsa jazman deb turib. Amaliyotda jazman degan ma'no uningki ehtimol oz qo'llaniladigan ma'nosi. Masalan, halqama zaydun degan odamning javobida sen shunda so'g'an odamga javob berib deysa qad qama zaydun.
Oradan turup bol diyor o da buna ta'kidleşiyorsun. Muşurunda andan keyin jazman degandek ma'ni ifodalansa boludu. Ondan adatda normal vaqtlarda ta'kid kerak emas vaqtlarda qatib qolsa, o'tgan zamanni hozirgi zamonga yaqinlashtirgan boludu bas. Ma'u qatninki madi filga kirgan ahvoli, hamda mudari filga kirib qolsa, va tadkhulu qat ala al-mudari. Qat mudariga kirib qoladi. Şu vaqtida fatufidu taqlil azlıqni degani ehtimollikni ifodalaydi. Ya'ni bo'lishi mumkin, etishi mumkin. Ba'zida degandek ma'nolarni qo'llanamiz. Masalan, innal kazub qad yastuq va innal jawad qad yaftur. Yolg'onchi odammi ba'zida rost gap qilishi mumkin. Isil atmi ba'zida pelishib turishi mumkin. Ba'zi pelishib turishi mumkin. Adat ehtimollik bu sharkat yuz berish mandalaqa ehtimollikqa tushgan vaqtida qad ishlatamiz fil mudori'da. Ma'u fil mudori' kelgan vaqtdagi qatning asosiy ma'nosi. Ammo fil mudori' kelgan vaqtida ba'zi vaqtida jazman degan ma'noda keldi. Abtur bunda o'tadi. Ba'zi shu qat tahqiq uchun degani amaliy bunda sharkatning jazmiy ekanligini ifodalash uchun keladi. Yana bu yerda ham jazman degan ma'nosi bor. Masalan, qad ya'lamullohul muhaviqin. Allah itoatsizlik qilganlarni cho'qim jazman biladi, muhaviqlarni jazman biladi desa, o'shurunda qat jazman ma'nosida. Biz qatning ikki nuqtasini tutib, boshqalarga jazman deb tushundirsakmi, ammo aniq tushuntirish kerakki, madiga kirgan vaqtda, o'tgan zamonni hozirgi zamonga yaqinlashtirish uchun fe'l mudori kirgan vaqtda sharkatning yuz berish ehtimol. Odatda fe'l mudori kirgan vaqtda ko'p hollarda ehtimol, ba'zida bo'lishi mumkin degandek ma'nolarni qo'llanildi. Şu qad bilan filni o'tirini qasam bilan faslajigisi bo'ladi. Qad vallohi ahsan degandek bunday shaklda bu cho'ng masala emas. Undan keyin qatdan keyin qarin tepilgan vaqtda fil tashlandi. Bu qoida maslagiga davomli deb ko'rsatam. Jumladagi har qanday bilakni qarin dilil tepilgan vaqtda tashlasanlar bo'laveradi. Afidat tarahhul ghayra anna rikabana lamma tazul bi rihalina wa ka'an qad degan o'rinda. Wa ka'an qad degan o'rinda. Masalan, safar yaqinlashdi. Bizning afidat tarahhul degan safariga, lekin bizning karvonlarimiz rikabana degan tuga, kala, ot bunda bizni safarda apmagadigan tuga, kalalarimiz, ya'ni otlarimiz lamma tazul bi rihalina. Tehicha bizning yatiqimizni orim. Hammasi jimlam turadi. Ka'an qad degani xuddi yo'lga chiqib bo'lgandek. Yoki xuddi qo'zilib bo'lgandek xiyol turadi odamlar degandek bir xilchi. Har holda she'rning mazmunidan boshqa ka'an qad zalat deb akaynil birdan pilva lamma tazul degandeki tazulninki qarini so'lan ka'an qatninki endiki pil qana qilindi tashlansa bo'laveradi. İkinci harf hem de bizning muallif ikinci darsdagi harfal istifhamning ikki harfi. Hammalarga tunishliq arab tilida so'roq vositini ifodalaydigan eng ko'p qo'llaniladigan asosiy harflarning birisi hamza bilan hal. Ikkilisini biz odatda mu deb tarjima qilamiz. Ikkilisini albatta bu ikkisi hamda kitobimizning hozirgi hajmi, o'quvchimizning hozirgi saviyasi to'g'ri kelmaydigan shaklda ikkisining bir farqlanadigan bir taraflari bor. Masalan, hamza nima uchun, ham tasavvur, ham tasdiq uchun, hal tasdiq uchun degandek hamda. Masalan, buni o'zimizning tilga aylantirsak, sizlar tushungidek, hamza odatda jumlaning mazmunini jumlaning mazmuni haqida so'roq ishlatish uchun keladi yoki jumlaning ichidagi part bunda jumlaning juz'iylari haqida savol so'rash uchun hamza ishlatilgan bo'ladi. Halni faqat jumlaning mazmuni haqida savol qo'yish uchun ishlatsa bo'ladi, lekin jumlaningki bilaklar haqida ishlatsa bo'lmaydi degandek bir qoida bor. Tasdiq uchun, tasavvur uchun degandek. Bu nuqtadan hallan hamzaniki ozroq farqi chiqib qoladi. Ba'zi hamza kilalga uriladi, hal qanaqlanmaydi, kilanmaydi. Ma nuqtalar inshaalloh ilmul maaniga qo'yib qo'yiladi. Lekin biz ma'runda shu eng tuvanchakda, eng oddiy shaklda hamza bilan halning farqini chiqarishga tirishimiz inshaalloh. Qolgan hal hamzaga munosabatli cho'ng gap yo'q. Şu ikkilisinin ma'nosi mu degan bo'ladi.
Her işkilisi cümlelerin aldığı kelip cümlenin mezmunuga mındagımı andagımı degenek sualını kuşalaydı. İlla ki muhim bolğan şu fark ne? En tönçekki çöküzüp adilat tutup çöndürümüz inşallah qep qalğan qismi ilmul maaniga qep qalıdı. Hamzulan hal bu ikisi üçün kalamның 5-i var degene cümlenin 5-i de keledi. Bu ikisi cümle ismiyaga ve fi'liye kiriverdi. Qana şekilde olsun? Zaydun qaimun ve hal qama Zaydun degende qana şekilde kirse buladı? Zayd orundan turatamdı, Zayd orundan turdumu degendek. Fi'liye kirişe köproq çünkü so'roq degan isharani vudus tajaddud qo'yib beradi. Tajaddud degan fi'lda bo'ladi albatta. Nimishqa sual istifhamdan ko'p bo'lganligi uchun. Endi ba'zida hamza halni shuningda ishlatilish to'g'ri bo'lmaydi, o'rinlarda ishlatiladi degani men bayatni deb berganim shu. Hamziningki ifodalaydigan yani sual sorayalaydigan dairesi halnikidan ko'p. Ba'zi o'rinlarda halni qo'llanmaydigan o'rinlar bor. Men bayatni degandek insonda qilib qolsa ajab emas kelgusida hal faqat tasdiq usullar cümlenin mazmunidan so'rayalaydi. Ammo hamza cümlenin mazmunidan so'rayalaydi, cümledeki bileklerden tasavvuridan so'rayalaydi. Ondaganda tabii ki hal qo'llanmaydigan o'rinlarda hamzni qo'llanğılı bo'ladi tabii. Masalan Ra'ayt azaydan ra'ayta ma'urunda sual köreştin düşmedi. Zeyttillam düştü. Zeytni la gördüğümü şahsın sorawadydy. Lekin hal işletilmeydi. Çünkü hal cümlenin mazmunidan sorayalaydı, şahsdan sorayanmaydı. Cümlenin bileklerden sorayanmaydı. Atadribu Zaydan ve huwa akhuk. Ma'da zeyttillam sorawadydy oxşaş. Ja'farun indaki am Hamid. Tabii ki sual sizin qaşığında kimning balıqıdan emas, Ja'farning balıqıdan mı, Hamidning balıqıdan demek ma'da nimadan soraw, tasavvurdan sorawadydy. Awaman kana afaman kana degan hamma sual asasen tasavvurdan so'ralawadydy. Hal bo'lsa tasdiqchilam kelalaydi, tasavvursun kelanmaydi. Shu nuqtadan ma'rullarda hal qo'llanılsa bo'lmaydi, hamzini qo'llanamiz. Hamzining alohidligi tasavvur uchun kelalaydi, tasdiq uchun kelalaydi, shunga hamzining kelamaydi g'ayri yo'q. Amma halning kelamaydi g'ayri bor. Demak, hal ma'rullarda qo'llanilmaydi deydi. Buning qolgan inch kitoblarini inshaalloh ilmul maani tushunaymiz. Faqat hozir sizlar tushunadigan nuqta hal jumlaning mazmuni. Shirkat yuz berdimi? Bu shaqda so'rayalaydi. Amma hamza shirkat yuz berdimi so'g'andan boshqa kim? Masalan, nimish qildi? Demek cümledeki muslilay bilekki dairlik sual olsun, yoki musnad bilekki dair sual olsun, hemmisinden hamza so'rayalaydi, lekin hal so'rayanmaydi. Sonra istifhamning harfimiz oxirlashdi. Ondan keyin keldik. 53-chi darsga keldik. 53-chi dars o'qiyotganimiz huruf-u shart. Huruf-ash-shart. Biz huruf shart to'g'riliq ilgirki darslarda maxsus to'xtalmadik. Ama isimde qilishcha huruful javozimda yoki kalimul mujozatda fil mudari'ni sakin qiladigan omillar haqida to'xtalgan vaqtimizda fil mudari'ni jazm qiladigan bir bilik omillarningki shartni ifodalagan vaqtida undan keyin fil mudari'ni jazm qiladiganligi haqida azroq to'xtalgandek esimda. Hurufu shart biz aşağıda kalimul mujozatda harflarmi bor, ismlarmi bor deb bir-birlarini so'zlagan to'q. Buning ichidagi harflar in, law, ammalar. Qolganning hammasi ismga tava. Mujlam hurufi shart turadi. Oyada ham fil mudari'ning ustiga kiradigan, fil mudari'ni sakin qiladiganlar so'zlagan. Buning ichida fil mudari'ning ustiga kirmaydiganlarmi bor. Mana nuqtadan hozir qilayotgan hurufi shart fil mudari'ni jazm qilish degan mazmundan xoli asosida mayli fi'liyan ustiga kirsin, ismiyan ustiga kirsin, shartni ifodalaydigan vasla haqida so'zlaymiz. Va shunga munosabatlik ilgari so'zlamagan mazmunlarni so'zlaymiz. Hurufu shart 3 bo'lib in, law, amma. Buning o'zining yakka ma'nosini ifodalasak in agar degan bo'ladi. Law agar degan bo'ladi, lekin inning agari kelgusiga ma'nosi lawning agari o'tgan zamonga ma'nosi. Tabiiyki buni o'zingizlar tushunalaysizlar. Shundan ham jumlasiz baqsanglar agar mundaq qilsang mundaq qilma. Tabiiyki kelgusi yuz beradigan ish. Bir ishni bir ishqa shart qiladi. Law o'tgan zaman yuz beradigan ishlarni agar bilan qo'shib ifodalaydi-ki, agar sen shu vaqtida mundaq qilgan bo'lsang, mundaq bo'ladi. Bu yerdan bir narsani tushunib oldinglarki, law o'tib ketgan ishlar uchun keladi. O'tib ketgan ishlarga shart qo'ydi degan gap, lawdan keyin kelgan jumla musbat bo'lib qolsa, natija manfiy chiqadi. Lawdan keyin kelgan jumla manfiy bo'lib qolsa, natija musbat chiqadi. Sen shu vaqtida
Bana telefon qilgan bo'lsang, men sana bunda qilatdim deganning ma'nosi, sen telefon qilmading, men shunda qilmadim. Agar sen shu vaqtda kelgan bo'lsang, men sana mani beratdim desa, sen kelmading, men bermadim. Agar sen shu vaqtda bormagan bo'lsang, manda bo'ladi desa, sen bording, shunga manda bo'lmadi. Demak, lav o'tgan zamonning shart qilish uchun kelgan bo'lg'achqa, o'tgan zamonda bir ishni bir ish qilib bog'ladi degan gap, natija ta'tir chiqdi degan gap. Ya'ni musbat bo'lsa o'tgan zaman lav kirgan jumlada natija manfiy chiqadi. Manfiy bo'lib qolsa musbat chiqadi. Maul lavning ahvoli. Endi inning ahvoli kelgusi zamonga bo'ladi. In mayli modining ustiga kirsin, mayli mudorining ustiga kirsin, kelgusi zamonda manda shu yuz bersa, manda bo'ladi deganni ifodalaydi. Lekin ammaning ahvolini saltirib so'zlaymiz. Bularga jumlaning 5i va satrul kalam degan davomli jumlaning 5ida keladi. Ulardan har biri ikki jumla ustiga kiraveradi. Mayli ismi olsun yoki fi'li olsun yoki muxtalifatayn. Ikki jumla birisi ismi, birisi fi'li olsun kiraveradi. Buning cheklamasi yo'q. Endi in istiqbol uchun keladi, garchi fil modi ustiga kirsin. Bayatni deb bo'ldim bu gapni. In kirgan jumla mayli modi olsun, mayli mudori olsun, kelgusi zaman tarjima qilamiz. Ma nuqta kallamlarda bo'lsin. In zurtani fa ukrimka. Qarang, zurtani deb mazi yo'q qolgan taqdirdami, sen meni ziyorat qilsang kelgusi zamanda men seni hurmatlaydigan bo'ladi. Law modi uchun mudori ustiga kirsin degani, mudori ustiga kirib qolsa o'tgan zamanni ifodalaydi. Masalan, law tazuruni akramtuka. Agar sen meni ziyorat qilib turgan bo'lsang, men seni hurmatlagan bo'ldim degan ma'noda. Law tazuruni. Albatta law modini ustiga kirdi, mudorini ustiga kirib qolgani maqom taqozo qilgan ma'lum bir ish. Shu men tarjima qilgan vaqtda ziyorat qilib turgan bo'lsang deb izchillikni qo'shib qo'yapman o'tgan zamonda. Mudorining aloyiligi shu. Endi hurufi shartga fil lozim keladi, yuqorida o'tgandek labzan yoki taqdiran degani yo oshkora fil bo'ladi, yo taqdir degani oshkora kelmagan taqdirda biz fildan birini ba deb tarjima qilib qo'shib tarjima qilamiz. Masalan, in anta zoiri deganni in zurda deb tarjima qilaveramiz. Biz tahlil qilgan vaqtda in anta zoiri deganni in kunta zoiri yoki inzurtani degandek shaklda tarjima qilaveramiz. Taqdiran degani shu. Yani tarjimada fe'l shakli chiqadi degan gap. Endi in faqat mashkukun fiha ishlatiladi degani yuz berish ehtimollik. Mashkuk fiha degan gap shu ishlarning yuz berish bermasligi aniq emas. Mana shakliga ishlab, davomli ham shaklik degan gap maskanmaydi. Balki yuz berish bermasligi ehtimollik ishlar. Chunki qanday ehtimollik bo'ladi desa yüz birishi ko'p bo'lmoqda ishlar. Masalan, bizning yashayotgan yerimizda yomg'ir bek ko'p yog'maydi. Ammo ancha-muncha yog'ib qoladi endi. Bunday ahvol ostida men ayatiga birishni va'da qilmoqchi bo'lsam, men deyman, in nazalal matar. Agar yomg'ir tushib qolsa deb men in ishiltiman. Ammo 100% yuz beradigan keskin ishlarda men shu ishni shart qilib turib bir narsa demoqchi bo'lsam. Masalan, bizning tug'an shahrida Allah buyurgan günning her günüsi yağmur yağdı demdi. Yağmur yağmaydigan gün yo'q. Olganda mesela yağmur yağadigan vaqtmi ma'lum qarallik. Degan soat 8 ya 9 yağdı demdi. Keskin zaten kunlik yağdı demdi. Bunda holatida yağmur yağgan vaqtda mesela telefon qilay demoqchi bo'lsam, iza nazalal matar deyman. Demak, aşı ish harakat ko'p yuz berib, aniq yuz bersa buning izoh ishiltamiz. Agar oz yuz bersa in ishiltamiz. Tarjima qilgan vaqtda agar yağmur yağib qolsa in yağmur yaqqan vaqtda iza. Ma ikkisini tarjimasi mushta farq qilinadi. Chunki ma'noda yig'ishi iniq, anada yig'ishi iniq emas. Masalan, in qumta qumtu, o'rndan turib qolsang turma degan. Hargiz atika intalaat shams digilolmaydi. Nimishqa kunning chiqishi muqarrar. Alloh qiyomatlam turg'izmasa, kun cho'qim chiqadi. Atika iza talaat shamsda bunda quyoshning chiqishi iniq qo'g'azqa yoki izoh ishlatamiz. Demak, in yuz berish bermasligi ini qolmagan ahvollar inishiltimiz. Endi law nima desa men bayat degan gapni davom turaman. Law o'tgan zamondagi shartni ifodalagan bo'lg'achqa, lawning natijasi law kelgan jumlaning ahvolining aksi bo'ladi. Law kelgan jumla bulishliq jumla bo'lib qolsa, lawning natijasi law jumladan chiqadigan natija bulishsiz bo'ladi. Law kelgan jumla bulishsiz bo'lib qolsa, bulishliq chiqadi. Shunga turdi deyotdi. Law ikkinchi jumlaning bulishsiz ekanligini ifodalaydi, birinchi jumlaning bulishsiz bo'lganligini beradi. Cümle musbat olib qoldi degan gap. Law kana fihima alihatun illallohu la fasadata. Osmon zaminda Allohdan boshqa ilohlar bo'lgan bo'lsa, osmon zamin buzilib ketdi. Endi ta'tirni shuna chiqarsak, osmon zamin buzilmadi. Shuni qaragan vaqtda Allohdan boshqa ilohlar yo'q. Osmon zaminda boshqa bo'layotgan iloh bir iloh
degan manda o'qib yani. Cümle musbat, natija manfiy chiqadi. Osmon zamin buzilmadi bu bir natija. Ikkinchisi, osmon zaminda Allohdan boshqa ilohlar yo'q, manfiy chiqadi. Xo'sh, shuni bilan la bilan inning masalasi asosan oxirlashdi. Almiyada munosabatlar qisqacha bir mazmunlar bor. Ya'ni qasam jumlaning avvalida tushib qolsa va shartga muqaddam bo'lib qolsa, diqqat qilib turinglar almiyada. Shu harf shart kirgan fe'l labzan mozi bo'lishi kerak yoki ma'nan mozi bo'lishi kerak. Diqqat qilib turinglar. Qasamga bir javob ketadi. Shartga bir jazo ketadi. Qasam shart. Qasammi keyingi jumlaning o'zining javobi bo'lishi, jazosi bo'lishini taqozo qiladi. Qasammi keyingi jumlaning o'zining jazosi bo'lishini taqozo qildi. Qasam bilan shart talishib qoladi. Bunda holatda qanday ayiramiz desa, avval keyingi ayiramiz. Shunga turda o'tadi. Qasam kelsa jumlaning boshida va shartning oldida kelsa. Qasam oldida kelib qolsa, u vaqtida kirgan fe'l labzan bo'lsin, ma'nan bo'lsin, mozi bo'ladi. Vallohi in akramtani la akramtuka deb la akramtuk, la akramtuk lamga qaraganda bu jumla la akramtuk degan jumla shartga berilmasdan kimga berilibdi? Qasamga berilibdi. Yoki ma'nan bo'lsin bo'ldi. Vallohi illam ta'tini la ahjurannaka desa, la ahjurannaka fil mudari olgan bilan lekin mozi shaklda tarjima qilamiz. Ma'rundum o'xshashla la ahjurannaka deb oldiga lamning kelishi ma. Ma'dagi ma'nan mozi degani lam ta'tinning gibi ha. Mesela keyindeki la ahjurannaka degan jumla oldiga lam ta'kidning kelishi, ahjurannaka deb nuni ta'kidning kelishi mushu jumlani vallohiga qanday qilib turibdi? Javob qilib turibdi. Qarasanglar birinchi jumlada in ataytani deb labzan mozi, ikkinchi jumlada lam ta'tini deb labzan mudari bo'lgan bilan lekin ma'nan mozi. Bu ma shartga amal qilib bo'lgandan keyin oxirisidagi javob jumlaga kelsak, la akramtuku demo ta'kidning lamu va la ahjurannaka degan jumla shartimi, jumla jazo jumladimi ta'kidning lamu bilan nuni ta'kid va demak ikkinchi jumla shartning javobi emas, balki qasamning javobi bo'ldi. Qasam bilan shart kelib qolsa, qasam oldi kelib qolsa, keyingi jumlani qasamga beramiz javobni. Shu vaqtda ikkinchi jumla labzida qasamning javobi bo'ladi, shartning javobi. Shartning jazosi bo'lgan bo'lsa, la ahjurka bo'ladi. La ahjurka sakin bo'ladi vaqtida. Shunga qasamning javobi vojib bo'ladigan lam va shunga o'xshagan ta'kidlash misolda ko'rganimizdek vojib bo'ladi. Agar shart ko'rgan bo'lsak, lam kelmaydi, ta'kidning nuni kelmaydi, oxirini sakin o'qiydik. Qasamga berganligimiz uchun oldiga lam keldi, keyin nuni ta'kid keldi, qasamga bir vaqt o'qiydi. Endi qasam jumlaning o'tirdi bo'lib qolsa, qasam ikki yo'l to'g'ri. Keyingi jumlani qasamga bersakmi bo'ladi, shartga bersakmi bo'ladi. Shu abturda u vaqtida qasam e'tiborga ilinsa bo'ladi degan gap. Qasamni asos qilib turib, keyingi jumlani qasamning javob jumlasi qilsakmi bo'ladi, qasamni e'tiborga olmay shartning jazosi qilib bersakmi bo'ladi. Ya'ni javobni lam bilan keltirib qasam uchun qilib bersakmi bo'ladi. In ta'tini vallohi in ta'tini shart burun keldi. La ataytuka deb lam bilan keltirsakmi bo'ladi. Yoki ilg'o qilinib jaza yulg'adini qasamni amaldan qoldirib in ta'tini ataytuka deb ataytukuni inning javobi qilib bersakmi bo'ladi. Mayt oddiy hukm kitobda sal murakkablashtiribdi. Qasam bilan shart kelib qolsa, qasam oldiga kelib qolsa keyingi jumla shaksiz qasamning jazosi bo'ladi. Ikkinchi jumla. Qasam keyinga kelib qolsa, shart oldida qasam keyinga kelib qolsa, ikkinchi jumlani shartga bersakmi bo'ladi? Qasamga bersakmi bo'ladi? Shartga bersak bo'ladigan o'zgarishlarni bilasizlar. Mesela fil mudari o'qqa sakin o'qiladi. Qasamga bersak, bo'ladigan o'zgarishlarni bilasizlar, oldiga lam ta'kid keladi, nuni ta'kid keladi. Mushu bo'yicha ayirasanglar bo'ladi. Qasam oldida kelib qolsa, iniq qasamga beramiz. Shart oldida kelib qolsa, qasamga bersakmi bo'ladi, shartga bersakmi bo'ladi. Üçüncüsü, Avrupa şartının üçüncüsü amma. Ammanın alayidliki bayatındaki eğer o bu demek manası yok. Bu fakat avval icmali sözlengen mezmununu tefsili bayan kılıyor için. Mesela onun Uygur tercümesi mi? Uygur dilde şu amma oluyor. Bu kanda amma dese, lekin bıraktaki amma emez. Yaki bunu yerlik dilde söylediği vakitte kelsek de tercüm kılsak mı olur? Mesela okuyucular tırışvatıdı o, detkilip Oğullar kelsek, oğullar mında kıvatıdı o, kızlar kelsek mında kıvatıdı dep kelsek. Amma edebi tilde amma falan mında kıldı, amma pugul mında kıldı dep mında şekildeki amma, helakı bırak, lekin şekildeki amma emez. Ennes şakî ve sa'id. Kişiler ya baxtsiz ya ki baxtlik. Dep olup, amma baxtlik edenler cennette buludu.
Ama bahsidemler devzakt bulundu. Müşedeki emmani yani ahıl şekilde esinli olsun Uygur tilde emma birisi sizrak için kıldıgan lakininin manasındaki emma olur. Birisi mahıl şekilde emma olur. Eğer bu bek mahıl manasındaki canlılık ifadeleyenmedi desek kesek diye tercüme kılsak mı bulundu. Yani kişiler şaki ve sa'id iki türlü yapılıp şaki kişiler ki sa'id kişiler kelsek baxtli kişiler kelsek bular cennette buludu. Şaki kişiler kelsek bular devzakta buludu. Deb mana kelsek deb tarjima qilsak mı buluyordu. Amma münasebetlik qoidalar bunun cevabı birisi fevacib buludu. Mesela qarasanlar fafil cennete feva, fafil narda nimba feva. İkincisi birinci cümle ikinci cümleki sebep buludu ki Sa'id cennette buludu. Şaqila dozaqda buludu. Nimiş qadisa bir adamning Sa'id o'g'anligi jannatga kirishiga sabab, Shaqi o'g'anligi dozaqqa kirishiga sabab. Bu mazmun jihatdagi masala. Üçüncüsü emmaninki piliz tashlash vojib buludu. Halbuki shartning cho'qim pilizi bo'lish kerak edi. Nimiş qadisa shuningga askar tushunki maqsad emma bilan bo'lgan maqsad üzdün kin tushgan ismning mazmuni. Muhimi ism, ama shart degan pil ketadi. Lekin muhimi ism degan askar tush uchun ammadan keyin pil tashlanadi. Amma tarjima qilgan vaqtimizda pilni qana qilamiz, chiqirib tarjima qilamiz. Masalan, amma zaydun famuntaliqun desa, asli jumlaning aslisi mahma yakun. Ammaning aslisi mahma. Bunun ishtiqoqiy shaklda chiqarish ahvolini masalan mahma desak hamzulan alifning maxrijiga yaqinda mahma qilyaptik oldiga o'tkazdik idg'om qilish uchun nima bo'ldi amma bo'ldi idg'om qilyaptik amma bo'ldi yakun nima shop kelsin qanday shop kelsin zayd ketyapti degan gap zaydun famuntaliqun oxirgi javob jumla asli yakun degan pilni tashlaymiz chunki jumladagi muhim narsa zayd zaydning ma'nosi muhim pil muhim emas. Sonuçta pilni tashlagandan keyin nima bo'ldi? Amma fazaydun muntaliqun oldu. Ondan keyin fa'ni muntaliqning tarafiga o'tkazib o'tdik. Amma zaydun muntaliqun bo'ldi. Abturbiya tushuntirib, pil tashlandi, yakun degan pil tashlandi. Nima bo'ldi? Mahma yakundagi yakun tashlagandan keyin mahma va jar majrur bil tashlandi. Min shay'in atchun pil tashlangandan keyin harfi jar degani mutaalliqat pil bo'lgandan keyin mutaalliq tashlangandan keyin mutaalliq maham tashlangan bo'lgan. Anda o'ganda amma fazaydun muntaliqun qolib qoldi. Ondan keyin shartninki, amma degan o'zi bir harfi shart bo'lgandan keyin harfi shart deganmida yo ismni filning ustiga kiradi, harfning ustiga kirmaydi. Fa'ning ustiga ham kirishi to'g'ri bo'lmaganda lamma lam yunasib shartninki fa'ning ustiga kirishi, jazoning fa'ning ustiga kirishi munosib bo'lmadi. Fa'ning ikkinchi juz'iga muntaliqun o'tdik. Shunga bilan birinchi juz'i amma bilan fa'ning o'tirg'a tashlanib ketgan filning badali bo'lib, ayvazligini tashlanib ketgan bir filning o'rnida o'tirib, turdi. Amma zaydun famuntaliqun bo'ldi. Asli shart ma'u. Lekin tarjima qilgan vaqtda mayli nima ish bo'lsin, nima ish yuz bergan bo'lsin, zayd qana qildi, ketdi degan gap. Halaqa biz davomli xutbalarimizni o'qiydigan amma ba'du deganimiz shu. Amma ba'du deb qilib faya ibadalloh deb favlan boshlaymiz. Ba'du degani tashlanib ketgan filning o'rnida o'tiradigan bir nima bilak bo'ladi. Buning jazosi faya ibadalloh deb amma ba'ddan keyin boshlanadigan jumlaning hammasi ammaning jazosi bo'ladi. Shuni qarasanglar, imomlar xutba qilsin yoki kitobda bo'lsin, amma ba'ddan keyin kelgan jumlaning hammasini bilan boshlanadi, fa bilan boshlanadi. Ondan ash juz'i agar mubtado bo'lishga yarasa, u mubtadoligi yuqorida amma zaydun famuntaliqunda zaydni mubtado qilamiz endi. Unda bo'lmay qolib qolsa fa'amilhu ma ba'dal fa degani fa'dan keyingi muomala qilavergan yoki fa'amiluhu uning amili fa'dan keyingisi amma yawmul juma fazaydun muntaliqun desak muntaliqun degan ism fa'il filning o'rnida bo'lib yawmul jumani zarf ya'ni fil maf'ulun bih qilib zabar qilgan bo'ladi. Ya'ni yawmul jumaning zarfiyligining amili mushta tushunsak i'robi jihatda tahlilni mushta qilsak bo'ladi. Qolgan masala bak qiyin masala emas. Esingizda bo'lsin. Amma fazaydun famuntaliqun degan jumlaga o'xshash jumlalarda ammaning pilisi tashlangan, jar majrur tashlangan bo'ladi. Chuqum har doim. Anda o'g'andan keyin lafziy jihatda buning boshqacha grammatikalik tahlil lozim. Ma'ni jihatda chiqarsaqmi bu tarjimasini tahlil lozim. Mushu tahlilat ammadan keyin kelgan bilak mubtadaga yaraydigan musnad ilay mahkumun alay bo'lalaydigan bilak ko'p qolsa mubtada fa'dan keyingisini xabar deb kelsak bo'laverdi. Unda olmay zarf masalan ba'duga o'xshash, yawmal jumu'a o'xshash hozirgi misolga ko'p qolsa fa'dan keyin kelgan mayli pil olsin yoki pilning ma'nosidagi shibih pillar olsin, mushlarni omil qilib, undan keyin ammadan keyingi bilakni shuni ma'muni shaklda i'rob beramiz. Bayatning yawmal jumu'a o'xshash ammaning ahvolini shu bo'yicha qana qilsak bo'ladi, tushunsak bo'ladi amma to'g'riliq masalalarni.
Endi 54. dersimizde cheklash harfi. Cheklash deganimiz raddiya deb qo'yamiz Uyg'ur tilida. Bizga qaratilayotgan gap so'zni keskin inkor qilib o'tish harfi, sakina qildigan ayollikning ta'sir haqida so'zlaymiz. Bu mazmunlarni alohida cho'ng mazmunlar yo'q. Tezroq ketimiz bu yerda. Cheklash harfi deganimiz kalla bo'ladi. Bu mutakallimni so'zlayotgan gapidan cheklash to'sish uchun. Undaq emas deb qat'iy rad qilib o'tish Uyg'ur tilida rad qilib o'tish deymiz. Shu Uyg'ur tilidagi rad degan gap shu rad'dan chiqqan bo'lishi mumkin. Masalan, Robbi ahanani kalla desa, ilgari kufr insonninki Alloh haqida bildirlashlarga qarata kalla undaq emas degandek bir gap. Ya'ni bundaq gapni qilma. Fa innahu laysa kazalik. Masal undaq emas. Nima odatda xabar jumlada kelgan emas. Ba'zi vaqtda inshoatimi qiladi, amr nahiylardan keyin kelib qoladi. Masalan, idrub desa kalla. Mazi to'g'ri desa, ya undaq qilmayman, hargiz degan gap. Kalla deb bunda ishlatilib qoladi. Ondan keyin kallaninki haqqan ma'nosidan, haqiqatan degan ma'nosini keladi. Kalla sawfa ta'lamun. Haqiqatan fatarda bilib qolasizlar. Shu vaqtida bu mabni simuludun mishqa harflar olgan kallaga o'xshaganlik uchun ba'zi mufassirlarning deyishicha mushu o'rindami ham o'xshashlar harf, ya'ni inni ma'nosidan kelgan harf mishqa jumlaning mazmunini ta'kidlash uchun kelgan bo'lg'achda amanda qoldiganlarmi bor. Bu haqda grammatikaga bo'ladigan ta'siri va boshqa ahvollarda alohida ahvol bo'lmag'achqa o'tib ketamiz. Undan keyin keldik ayollikninki ta'si, ayollikninki sakin o'qilgan ta'si. Hamma bilamiz pillan turliga vaqtimizda fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat deb bir filga qo'shilgan ayollikni ifoda etadigan ta'va. Bu harf modi fillarga shu fil isnod qilingan fa'ilninki muannas ekanligini dalolat qilish uchun qo'shiladigan bir ta'va. Hozir men sizlarga turlab bergandek daraba, daraba, darabu, darabat degandagi ta. Akallat hindundagi akalatga o'xshash. Amma şunun qo'shilish vojib bo'lgan o'rinlarni siz burun tunib bo'lganligini pillarda sarflarda masalan nakilida qaya kelmaydi buni hammani bildik. Endi hozir so'zmoqchi bo'lgan masala cho'ng masala emas. Ma ta'ning o'zi sakin bo'lgach, mushu pildan killan sakin ismlar uchrashib qolgan ahvollar bor. Mushu ahvollarda ma'mu sakin qanday qilamiz desa, mushu taga undan keyin bir sakin harfimiz uchrashib qolsa, ma ta'ni zirulan harakat bir o'tish vojib. Chunki sakinga harakat berilsa, zirla harakat beriladi. Qad qamat as-salat. Mushunda as-salatdagi sat shamsiya harfi o'g'achqa oldidagi harf bilan qo'shib o'qish to'g'ri keladi. As-salat deb o'qiymiz. Sakin hisoblanadi satning boshlanishi. Qad qamatdagi aqtamu sakin hisoblanadi. Ikkisi bir yerga kelib qo'shib o'qigan vaqtda qad qamat as-salat bo'lmaydi. Bunday emas, qad qamatis salat deb sakinni zir harakat bilan harakat berib, shu zir harakat bilan boshlab o'qiymiz. Buni tushunib olsak bo'ldi, boshqa ish yo'q. Endi ba'zi pillarda masalan ramani tilga olsak biz sarflagan vaqtimizda ramanning ayollar shakli ramat chiqadi. Asl ramada 3 harf bor, ramaya. Ta'kidlangandan keyin ramat deb ikki harf qolib qoladi. Chunki ramaning oxirisidagi alif, ya'ni yodni o'zgargan alif sakin. Ta'ning o'zi sakin bo'lgach, ikki sakin uchrashib qolish uchun ma'alif tashlangan. Endi biz bayatdan qad qamat salatga o'xshash ulash qayerda harakat bir vetidan emasmi? Harakat bir vetgandan keyin sakinligi tufaylidan tashlanib ketgan harf asliga qaytib kelamdi ekanmamdo desa, buning harakati shu taga harakat berganlik shuning sakinlik tufaylidan tashlanib ketgan narsani qaytarishni taqozo qilmaydi. Masalan, ramatda masalan, ramatil mar'a desa, ramatil mar'atu desa, taga harakat va do'xzir harakat berdik. Rammadagi alif ta'ning sakin bo'lganligidan chiqib ketgan. Hozir harakat bergandan keyin qaytib akasak bo'ladi. Ya bo'lmaydi. Chunki ta'ning harakati oriziy harakat. Agar favqulodda birisi ayirib o'qib qolsa, ramat al-mar'a deb o'qiyveradi masalan. Chunki buning harakati oriziy degan asli harakat emas. Bunda ikki sakin uchrashib qilishni deb qilish uchun kelgan oriziy qo'shimcha harakat. Ama Araplarning al-mar'ata, ramata deb kelgan bunday yerlari bu odatda zaif bo'ladi, bu qoidaga tushmaydi. Qoida biz bayatni so'zlagandek bo'laveradi. Uning boshqa ta'siri yo'q, xolos. Endi ikkilikning alomatlarining, jami muzakkarining alomatlarininki, jami muannasning alomatlarininki qo'shilish masalasiga kelsak, bu zaif shu qamal zaydani, qamuz zayduna, qumnan nisa deb bunday shakllarda odatda biz darsning boshida deb o'tgan fa'il oshkor kelib qolsa, filmanga birlik keltiriladi degan emasmi? Az-zaydan oshkor o'g'achqa qamaz zaydan deb kelishga qama emas, qamuz zaydun deb kelgan qamu emas, qumnan nisa deb
qametin nisa deb kelish kerak, qumna emas, mana şekilde qo'shilishi mavla hammasi zaif, o'xshashlar qoidani buzolmaydi. Qo'shildi degan taqdirdami? Qo'shildi, masalan, bunda kap qoldi degan taqdirdami? Bizden onu fatva tapamiz yani. Grammatik zanın fatvası emasmi? Mush qamaz zaydani, qamuz zayduna, qumnan nisa deb bunda keldi. Ya, bunu to'g'ri aytdi degan taqdirdami? Biz onunğa deyimizki, bi taqdiril haq. Mushu harflarni qo'shish taqdiridimi? Harflar zimr emas vaqtida. Qamadiki alif asli zimrdi, lekin mana kap qazi zimr emas. Qamudiki vav jamoatda asli, lekin yadunda emas. Qumnadiki nun ayollikning köplükning damiri edi, lekin bu yerda unda demaymiz. Nima qilsa izmar qabla zikr kelib qolmas chunki qaytida yeri yo'q zimr desak. Agar az-zaydani qama desa, amadiki alif zamir bo'ladi, zaydanga qaytadi. Izmar qabla zikri tilga olmagan yerga qaytib, manbasi qaytadigan manbasi bo'lmay qolmaslik uchun bularni vaqtida alomatlam deb qo'yamiz. Masalan, fa'ilning ahvoli, masalan, qamada ichkilikkan. Qamud köplükni ifodalayapti. Qumnada ayollik köplükni ifodalayapti. Alamet deb qo'yamiz, damir demaymiz. Mushtaq qutulimiz ahvoldan deydi. Sonra bu mesele ahırlaştı. Emniyet meselenin emeli grammatikiga bek ta'siri yo'q, faqat tushuncha meselesi bu yerdan o'tib ketdik. Ondan keyin keldik 55-darsda tanvinin onun turlari. Ham o'ylan bilamiz, arab tilidagi so'zlar, ismlar bo'lapmi? Aliflamsiz kelgan vaqtida oxirisiga bir nun qo'shib to'xtaymiz. Muhammad deb emas, Muhammadun. Da qarab baqsaq mim ha mim dal to'rt harfdi, lekin ig'zimizdan chiqayotgan 5 harfga dun sakini qilgan bir nundan bir chiqadi. Mushuni o'zi tanvin hamda. Mush ahvollarni va tanvinning ifodalaydigan mazmunlarni anglab o'tib ketsak bo'ladi. Buning labziy ta'sirlari yo'q, faqat ma'ni jihatda ba'zi uqumlarni bizga ifodalab beradi. Tanvin degan nima desa, kelimenin oxirining harakatiga ergashadigan sakini qilgan nun filga kirmaydi. Masalan, Muhammadun dal tashib qolsa Jorib qalsa Muhammadin deb dalning harakati qanday bo'lib qolsa shu shaklda to'xtaydigan sakilgan nun asli. Ya'ni tanvin deganning lug'at ma'nosi nunlashtirish degan ma'noda. Bu to'rt turlik bo'lib, birisi tanvinut tamakkun. Tanvinut tamakkun degani ismninki munsarif ekanligini, ma'ruf ekanligini ifodalaydigan tanvin. U o'simi ism i'robda mutamakkin ismdir. Ya'ni i'rob beriladigan ismdir deganni ifodalaydigan tanvin. Ya'ni munsarif deganlik bilan dedik-ku. Biz munsarif, g'ayri-munsarifning bayonida g'ayri-munsarif ismlarga tanvin kirmaydi dedik emasmi? Ya'ni i'robning harakatlarini qabul qiladigan ism deganni ifodalaydigan tanvin Zaydun Zaydonga o'xshash. Bunoqlarni biz so'zlab bo'lgan. İkincisi tanvini tenkir, ismning nekirlikni ifodalaydigan. Masalan, bu az uchraydi. Sahni ikki xil talaffuz qilindi. Sahin. Sah desa aniq bir uqum, ya'ni jimtura ma'lum vaqt degan bo'ladi. Masalan, aniq muayyan shaklda. Sahin desa qanchalik jim tursang bir jim turgan bir uqumsiz mujmal uqumni ifodalash uchun keladi. Mana tanvini tenkir deb qo'yamiz. Biz tanvinning kirgiga qarab turib, ma ismning nekir ekanligini ifodalaymiz. Shunga tarjimaga vaqtim olibdir. Uskut sukutamma. Qanchalik jim tursang jim turgan deganning bir xil nekir uqumdagi jim turish hamda bu-chu. Üçüncü tanvini ayvaz. Ma'lum narsaning o'rnini to'ldirib kelgan tanvin. U o'simi mudofillayni ivaz bo'ladigan. Ba'zi ismlar bor muzofillayni ajrab ketadigan. Muzofillay ajrab ketgan vaqtda muzofillayni bizga ifoda qiladigan bir tanvinlar bor. Hayna izin. Asli hayna izligini hayna kana kaza. Hayna yawm kana. Hayna iz kana kaza, yawm iz kana kaza degan gap. Keyindagi muzofillayni sachongan vaqtida shuning o'rni. Shunga davomli izin deb lam keladi. Chunki iz awo. Mush izdagi tanvinga qarab turib, keyinda uning ma'lum darajada jumlaning tashlab ketganligini bilalaymiz. Masalan, hayna izin desa, hayna izkani kaza, saat izin desa, saat izkani kaza, bunda ahvol. Shu tarjimaga vaqtda hayna izinni bir vaqtda, saat izin desa, shu vaqtlarda, yawma izin desa, shu kunisi masalan, shu kunisi bunda bo'lgan kunisi degandek ma'noda-chu. To'rtinchi tanvini muqobala. Ma'lum bir harfning o'rinda qarshi keladigan tanvin. U o'simi jami muannas salim qo'shilgan tanvin. Nima ish qadisa jami muzakkar salimdagi nunga udullansin uchun. Hamma bilamiz muslimunada va bilan nun qo'shishni ilgir to'rt harf va bilan nun qo'shilgandan keyin necha harf bo'ladi? 6 harf bo'ladi. 6 harf bo'ladi. Mu mim sin lam mim to'rt harf. Andagi va bilan nun qo'shilgandan keyin muslimuna 6 harf. Amda muslimatun qarsak mim sin
lam mim ta muslimatun 5 harfda ali bilan ta qo'shilgandan keyin lam necha oldi? Yine 6 bo'lib qoldi. Asli ikkisi qo'shilgandan keyin 7 bo'lish kerakdi. Bir harf kamlab ketdi-da. Shuning o'rnini tanvin to'ldirildi. Bu alaqa muslimunadagi nunga qarshi harf deb qo'yiladi. Shuning o'rni yo'q ma'runda. Muslimun 4 harf, 2 harf qo'shildi 6 harf bo'ldi. Muslimatun 5 harf, 2 harf qo'shildi yana 6 harf bo'lib qoldi. Asli 2 harf 5 harf qo'shilgandan keyin 7 harf bo'lish kerakdi. Shu bir o'rnini tanvin to'liqlaydi. Mana ma yuqoridagi 4 dona tanvin. Mayli birinchisi tanvini tamakkun, ikkinchisi tanvini tankir, uchinchisi ivaz yoki to'rtinchisi muqobala mushlarning hammasi ismga xos. Ya'ni ismlarda topiladi. O'sha buni tushunsak bo'ladi. Diqqat qilib baqdinglarki, bu tanvinlarni faqat anglab tushunib qo'ydik. Mohiyatda bizning normal grammatikalik ta'sirlarga, ma'nolarga alohida farqi yo'q. Endi bu yerda 5-chi bir qism bo'lib bu ismga xos emas. Tanvin tarannum ahang tanvin deb qo'yamiz. Bu odatda beytlarning oxiriga qo'shiladi, misralarning oxiriga qo'shiladi. Odatda misralarning keyiniga qo'shilib, bir xil ahang chiqarish uchun keladi. Ismga tepiladi, filga tepiladi. Masalan, aqallil lawma azila wal itaban wa qul in asabtu laqad asaban. Masalan, aqallil lawma azila wal itaban da itaba asasi. Oxiriga misraning oxirisining ahang to'xtatish uchun itaban deb kirdi. وقولي إن أصبت لقد أصابا أصابا degan pilti itobenga maqsadlash uchun asaba degan pilning oxirisiga tanvinni birini kirgizib asabani qilib qo'ydi. Hey malomat qiluvchi, malomatni oz qil, koyishni oz qil. Agar to'g'ri qilsam, o'y to'g'ri qildi degan gap she'rning ma'nosi. Atobanda ismning ustiga kirdi. Ashabanda pilning ustiga kirdi. Ikkilisida hech qanday ma'nosi yo'q, illoki she'rning oxiridagi ahangni maqsadlash uchun qofiyani keltirish uchun kirdi. Boshqa alohida, boshqa ahvol yo'q. Endi ba'zida tanvin alamdin degani odatdagi xos ismlardan tashlanadi. Ibn bilan sifatlansa, yana bir alamga muzof bo'lganligini biz ko'pincha hadis o'qigan vaqtimizda ismlar bunda qata keladi. Muhammad ibn Abdullah degandekchi. Bunday kelgan vaqtimizda Muhammadki sallallohu alayhi vasallam tanvinni tashladigan ahvollar bor. Ya'ni Zayd ibn Amr'ning o'xshash. Zaydun asli ibnga muzof bo'lib keldi. Ibn yana bir ismga muzof. Bunday shaklda yana arablarning ismi qata kelgan vaqtida alamlardan tanib ketsa bo'ladi. Boshqa alohida ahvol yo'q. Endi yetib ketdik darsimizning eng oxirgisi 56-dars. 56-darsda ta'kidning nuni haqida so'zlaymiz. Ana ta'kidning nuni odatda fe'llarni ta'kidlash uchun qilingan nun ta'kidning nuni bo'ladi. Ko'p hollarda talab ma'nosini o'z ichiga olgan fe'llarda bo'ladi bu ahvol. Masalan, amr fe'llarda asosli bo'ladi. Undan keyin mudorlarda bo'ladi. Mudormi talab ma'nosini o'z ichiga olganda. Masalan, ko'p hollarda qasam bilan birga kelgan vaqtda vallohi la af'alannaka. Agar talab ma'nosini o'z ichiga olmasa yana kirmaydi. Amrlarda tabiiyki bilisizlar, andoq qil, bundoq qil degan bo'lganda talab bo'ladi unda. Talab bo'ladi. Ama mudarada ba'zi talab bo'ladi, ba'zi talab bo'lmaydi. Talab bo'lgan vaqtda undan nun ta'kid kiradi. Chunki ta'kid degan gap shirkatni kuchlantirish degan gap. Talab bo'lmagan ahvol ostida huwa yazhab ila al-ma'had va ma'had ketadi desa, huwa yazhaban ila al-ma'had deganolmaydi. U ma'hadga qattiq ketadi deganolmaydi. Wallahi la af'alannaka deman cho'qimashda qilma deb o'zingizga talab qo'ygan vaqtda. Wallahi la taf'alannaka sen Allohning qilmishda qilsa deb menda boshqalarga alohida talab qo'ygan vaqtida undan nunni o'qishimiz. Yani nunu ta'kidlaganimiz amirni, mudorini ta'kidlash uchun tayinlangan nun shu mudoratda talab bo'lib qolsa, bu mozin ta'kidlash uchun kelgan qatning qarshiligini xuddi mozin ta'kidlashda qat ishlatimiz emasmi baya? Shuning o'xshash mudorini ta'kidlashda nun ishlatimiz. Nuni ta'kid ikki qism bilan bo'ladi. Birisi xafifa nun, usakin o'qiladi. Yana birisi thaqila nun, tashdid o'qiladi. Buning ta'kidlash roliga qarata thaqila kuchliroq bo'ladi, xafifa oddiyroq bo'ladi. An pillarga kirgandan keyingi ahvoli abrisi sakin, abrisi tashdidga bo'lgandan keyin salaliqi pillarning oxirida yuz beradigan ta'kidning nuni kirgandan keyin o'zgarishlardan ancha-muncha farq bor. Qani kelaylik. Thaqila oldida alif bo'lmagan ahvol ostida zvar o'qilaveradi. Masalan, uktub qo'shsak uktubunna, uktubunna, uktubinna. Anoganda ikkilik holatidan boshqa. Uktub uktubu, uktubi holatlarning hammasida nun zvar o'qilaveradi ekan. Va illa agar alif bo'lib qolgan vaqt ikkilik holatda uktuba da zir o'qiladiki, uktubanni, uktubnanni degandek. Uktubnanni. Uktubnanni asli uktubna, uktubna. Yani alif yo'q desa, saqilaning ikki nuni esa ayollarning ko'pligining birini 3 nun jo'g'ishib qoldi emasmi? 3 nunning o'tirini ayirish uchun birdan alif keltirish zurul bo'lib qoldi. Mushtufaydan kelib qolgan alifdimi hamza o'qiladi, o'xshashlar.
Endi bu saqila amr, nahi, istifham, tamanni, arz. Muşlarning hammasi kirsi bo'ladi, talab ma'nosida topilganlik uchun shularning har birida. Dedik-ku, asosliq bu nunning alohidligi talabni kuchaytirish. Talab bo'ladiganligining hammasida kirsi bo'ladi. Masalan, uktubanna, la taktubanna, la hal taktubanna, la taktubanna, ala taktubanna degandek urlarning hammasi kirsi bo'ladi. Andigan non mushu qasam ununi ba'zida qasamga kirib qoladi, fe'lninki bo'lishini ta'kidlashga dalolat qilsin vujuban tariqida mutakallimga matlub bo'lgan fe'lninki shu vaqtida qasamning oxirisi ta'kidning ma'nosini xoli emas, xuddi avlo xoli bo'lgandek. Vallohining o'zi bir ta'kid bo'lgandek, af'alanna min ta'kid bo'lg'achqa, o'sha oxirisiga mushu ta'kidning nuni taqilasi kirib qoldi ahvalloh. Endi taqilaning nuni ta'kidning mazmuni shu, kiradigan yerlari shu. Buladigan fe'lning oxirisiga o'zgarishlarga qarata manda bo'ladi. Yajibu ayyaku an takuna harakatu ma qablaha. Mush nuni taqilaning oldidagi harfning harakati tuvandagidek bo'ladi. 3 xil. Bu vatandan oddiy. Birinchisi jami muzakkarda uktubu, yaktubuna qatorli o'rinlarda pesh o'qilish vojib bo'ladi. Uktubunna vovdalar qilsin. Uktubunna kelgan qarab, yaktubunna kelgan qarab bilan ba'ning pesh o'qilgan qarab bilan ko'plikka deb qolsanglar bo'ladi. Mana cho'ng bir alomat-da. Ayollik birlikda zir o'qish vojib bo'ladi. Ayollik birlikning muxotabat ikkinchi shaxs ayollik birligida nunning oldidagi harfni zir o'qish vojib. Uktubinna men qarablar, men uktubika deb tushensanglar bo'ladi. Nimishqa tashlab kelganlar. 10 dan boshqaning hammasi zir o'qiladi. Zir o'qilsa 2 dan boshqaning hammasi zir, 2 dan nima? Pesh zir. Masalan birlik kelaydi. Men ikkisidan boshqani kelaylik deganda birlik kelsak, masalan uktub yoki yaktubu. Chunki u pesh o'qilib qolsa, uktubu desa ko'plik kelishib qoladi. Laltabasa bi jamal muzakkar. Agar zir o'qilib qolsa muxotabat kelishib qoladi. Shunga amal yo'q. Uktubanna zir o'qilgan qarab birlikka deb tushensanglar bo'ladi. Yaktubanna zir o'qilgan qarab birlikka deb tushensanglar bo'ladi. Ammo ikkilik va ayollik ko'plikda uktuba bilan yaktubnada chunki uning oldidagi alif, masalan uktubada alif ba, uktubnada alif ba, alif degan o'zining oldidagi harfning zir bo'lishini taqozo qiladi. Xo'sh, gap tugadi. Endi sizlardan birisini so'rashi mumkin. Bayatong'i deb bo'ldi. Uktub naga nuni saqila qolsak, uktub non nuniga alif nadan paydo bo'ldi desa, bayatni deb bo'ldim-ku. Ta'kidning nuni bir non, ikki non. Jami muannasning nuni bir non, uch non birga kelib qolgan vaqt o'tirni ayirish uchun alif qo'shimiz uktub non bo'ldi. Ya'ni jami muannasda alif ziyoda qilindi, ta'kidning ilgari 3 nonning birga jo'lish qilish yomon ko'rganlik uchun u 3 nonning birisi zamirning nuni, uktub nadagi non, endi birisi saqilaning nonning 2 noni jami 3 non bo'lib qoldi o'tirni ayirish uchun uktub non deb mana shaklda qo'llanamiz. Shuning bilan nuni taqilana masalasi tugadi. Endi nuni xafifa kelsak, nuni xafifa ikkilik yo'q, ayollik ko'pliklar asla kirmaydi. Chunki avliq kirib qolsa uktuba desa sakin patati ekansak, ikki sakin jo'lashib qoladi. Agar uning i'rob bilan desak, nuni xafifa bo'lmay, nuni taqila bo'lib qoladi. Ya'ni agar nuni harakatlantirsak, bu asli bo'yicha xafifa holatga qolib qolmaydi. Vaqtda xafif sakin bo'lmay qoladi. Sakin pati qoldirib qo'ysak, ikki sakin o'z ala g'ayri haddihi degani o'ziga loyiq bo'lmagan, o'zining haddining g'ayri o'rinda, o'zining joyining g'ayri o'rinda ushurishib qolgan bo'ladi. Holbuki to'g'ri emas. Shunga shu ikkilik ko'plikning nundan boshqa qolgan yerga kirsa bo'ladi. Qolgan ahvollar yuqoridagilar o'xshash. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Bugungi darsimiz bilan qo'shilib kitobimiz butunlay tugadi. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.